Voy bu qizlar, qaranglar, bitta granulani effekti shunaqa bo'lsa. Green Life ofisimizning aziz mijozlari, hozir biz sizlar bilan birgalikda eksperiment o'tkazamiz. Hurmatli aziz mijozlarimiz, hozir men sizlarga shunaqangi quvurlarni bitidan tozalab beradigan granulalarimizni obzor qilib ko'rsatamiz. Nima uchun bitidan dedim? Buni isbotini o'zingizlar ko'rib turibsizlar hozirgidek. Buning uchun bizga shunaqa sochlar kerak bo'ladi. Bilasizlar, quvurlarda sochlar har xil mahsulotlar tiqilib qolishi kuzatiladi. Buning uchun bizga shunaqangi o'z me'yorida granulalarimizdan solib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning hajmingizga qarab solasizlar. Biz hozir sizlarga eksperiment uchun ozgincha solib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana hammasini o'zingizlar oldida qilamiz. Endi shundogina ketidan issuvgina kipitoq qo'yib yuborsanglar, o'zi reaksiyaga kirishib, shunaqangi narsalarni parcha-parcha qilib tashlaydi. Ko'rib turibsizlar. Bularni sizlar uchun живой eksperiment qilib o'tkazdik. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r effekti bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Bizning ofislarimizdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, qaranglar, ko'rib turibsizlar-ku, qanaqa qilib parchalab yubordi. Даже shunaqa suv holatiga kelib qoldi. Juda ham zo'r effektini ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Bemalol bizning ofislarimizdan xarid qilib olasizlar.